Ko'pchilik o'quvchilar til o'rganish vaqtida tezroq gapirib ketishni xohlab, shoshilishadi va oqibatda juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Masalan, kursni boshida egalik olmoshlarini o'rganish vaqtida sizni tuzayotgan gaplaringiz bor yo'g'i ikkita so'zdan iborat bo'lishi kerak. Egalik olmoshi hamda ot. Nimanidir meniki, seniki, bizniki, sizniki deya olishingiz kerak faqat. Mana shu momentga chuqurroq qaraydigan bo'lsak, xato shundaki, siz hali o'tilmagan mavzu bo'yicha gaplar tuzib qo'ygansiz. Agar faqatgina o'tilgan temadan tashqariga chiqmaydigan bo'lsangiz, unda gaplaringiz chiroyli va bexato bo'ladi. Tez o'rganish emas, sifatli va to'g'ri o'rganish juda ham ahamiyatli. Kursni boshida sizni gaplaringiz bor yo'g'i 2-3 ta so'zdan iborat bo'ladi. Sekin-sekin siz har darsda yangi bilimlar olishingiz hisobiga gaplaringiz kengayib boradi va birinchi oyning oxiriga qanchalik keng, murakkab gaplar tuzishingizni ko'rib, o'zingiz hayron qolasiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, bitta dars, bitta mavzu, bitta turdagi gap qoidasidan chetga chiqmasdan gaplaringizni tuzaydigan bo'lsangiz, shunda gaplaringiz doim grammatik jihatdan to'g'ri bo'ladi va o'zingiz tuzgan gaplaringizni ko'rib, mazza qilib til o'rganishda davom etasiz.